Hammamizga ma'lumki, 1-apreldan soliq tizimi yangi talablarni ishlab chiqdi. Bu talablarga ko'ra savdo jarayonida ichimlik mahsulotlari va ba'zi mahsulotlar markirovka kodi bilan sotilish majburiy etib tayinlandi. Bu talablarni bajarishda sizga Hippo ERP tizimi yordam beradi. Ushbu yechimni savdo jarayonida ko'rsatib beramiz. Markirovka kodi bilan qadoqlangan suv mahsuloti, ushbu mahsulotni markirovka kodi orqali skanerdan o'tkazamiz. Ushbu mahsulot tizimida ko'rindi. Majburiy markirovkalangan tovarlar tizim tomonidan avtomatik sizga ko'rsatib beriladi. Sotuv jarayonini amalga oshiramiz. Markirovka kodi soliq tizimiga yuborildi. Shuningdek, soliqning chekida markirovka kodlari aks ettirildi. Demak, siz soliqning talablarini 100% bajardingiz. Markirovkali tovarlarni markirovkasiz sotsangiz, siz soliqning katta miqdordagi jarimasiga tortilasiz. Ushbu muammolarga duch kelmaslikni xohlasangiz, Hippo.uzga murojaat qiling. Hippo.uz markirovka bilan bog'liq barcha muammolarga yechim beradi.